So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Iran bilan bog'liq mojarolar haqida juda ko'p videolar va rasmlar tarqalmoqda. Ayrimlari bombardimonlar, ayrimlari esa harbiy texnikalarni ko'rsatadi. Ammo ko'pchilikda bitta savol paydo bo'lmoqda. Bu tasvirlarning hammasi ham haqiqiymi? Bugungi videoda biz Eron bilan bog'liq mojarolar paytida tarqalayotgan tasvirlar qanchalik ishonchli ekanini ko'rib chiqamiz. Mutaxassislarning aytishicha, har qanday urush yoki mojaro paytida ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p tasvirlar paydo bo'ladi. Ularning ba'zilari haqiqiy bo'lsa, ayrimlari eski voqealardan olingan yoki umuman boshqa davlatlarda suratga olingan bo'lishi mumkin. Ba'zi videolar hatto sun'iy intellekt yordamida yaratilgan bo'lishi ham mumkin. Shu sababli ko'plab jurnalistlar va fakt tekshiruvchi tashkilotlar har bir tasvirni tekshirib chiqishga harakat qilmoqda. Ekspertlarning ta'kidlashicha, ba'zi videolar aslida boshqa yillarda yoki boshqa mamlakatlarda olingan bo'lishi mumkin. Masalan, ayrim portlash videolari boshqa mojarolardan olingan bo'lib, yangi voqea sifatida tarqatilishi mumkin. Bunday holatlar avval ham ko'p kuzatilgan. Shuning uchun rasm yoki video ko'rganingizda, uning qayerda va qachon olinganini tekshirish juda muhim. Bugungi kunda sun'iy intellekt texnologiyalari juda rivojlangan. Ba'zi rasmlar va videolar kompyuter yordamida yaratilgan bo'lishi mumkin va ularni bir qarashda haqiqiy tasvirdan farqlash qiyin. Shu sababli xalqaro axborot agentliklari tasdiqlanmagan tasvirlarni ehtiyotkorlik bilan baholashni tavsiya qiladi. Mutaxassislar bir nechta oddiy maslahatlarni beradi. Birinchidan, tasvir qaysi manbadan chiqqanini tekshiring. Ikkinchidan, ishonchli yangilik manbalarida shu voqea haqida ma'lumot bor yoki yo'qligini ko'ring. Uchinchidan esa shoshilmasdan faktlarni tekshirish muhim. Bu oddiy qoidalar noto'g'ri ma'lumotlarning tarqalishini kamaytirishga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, Eron bilan bog'liq mojaro paytida tarqalayotgan tasvirlarning hammasi ham haqiqiy bo'lavermaydi. Shu sababli har qanday rasm yoki videoga tanqidiy yondashish muhim. Agar siz yangiliklarni kuzatishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va eng muhim voqealardan xabardor bo'lib boring.